Assalomu alaykum qadrli Farrosh hikoyalari kanali tinglovchilari. Boylik va hashamat ichida suzib yurgan bu shafqatsiz jamiyatda qashshoqlik eng og'ir jinoyat hisoblanishini bilarmidingiz? Qashshoq odamning badani, qoni, a'zolari ham shunchaki boylarning xohishiga qarab sotiladigan va sotib olinadigan bir arzon mato ekanligini-chi? Bilmasangiz, eshiting. Butun shahar, katta-yu kichik aynan mana shu to'y haqida gapirardi. Mamlakatning eng badavlat va cheksiz qudratga ega odamlardan biri. Yuzlab xususiy klinikalar tarmog'i va yashirin farmatsevtika imperiyasining sovuqqon egasi Bahronboyning yagona merosxo'ri. 25 yoshli o'g'li Rustamjon uylanayotgan edi. Rustamjon Yevropada, chet elning nufuzli oliygohlarida o'qib kelgan. Otasining qonxo'r, qattiqqo'l va zolim tabiatidan butunlay farqli o'laroq o'ta ochiq ko'ngil, san'atsevar va samimiy yigit edi. U otasining qanday qora ishlar bilan boyligini oshirganini hatto xayoliga ham keltirmasdi. Ammo to'y atrofidagi olamshumul shov-shuvlarning asosiy sababi dabdabali restoran yoki kuyovning milliardlari emas. Balki kutilmaganda paydo bo'lgan kelinning aslida kim ekanligida edi. Kelin shahar chekkasidagi, ko'chalari loy va chang xaroba mahallada yashovchi. Ota mehrini ko'rmay tirik yetim bo'lib o'sgan. Mehribon onasi kasalxonalarda qora terga botib, farroshlik qilib kun ko'radigan 19 yoshli, nihoyatda kambag'al va mo'min qiz. Malika edi. Malika ta'riflab bo'lmas darajada go'zal. Yuzida qandaydir malakalardek pokizalik bor edi. Lekin uning bu ilohiy go'zalligida qandaydir o'ta og'ir, yoshligiga umuman mos kelmaydigan, odamning yuragini ezadigan fojiali g'amginlik hukm surardi. Uning katta-katta qop-qora ko'zlarida doim yashirin qo'rquv va yig'lashga tayyor turgandek mudhish bir mung yaltirab turardi. Rustamjon uni ilk bor otasining yirik klinikalaridan birida, xasta onasi uchun qimmatbaho dori-darmon izlab sarson bo'lib yig'lab yurganida tasodifan uchratgan va qizning o'sha musaffo, lek mungli ko'zlariga bir qarashdayoq telbalarcha sevib qolgan edi. Rustamjon butun oilasi, ayniqsa kibrli va qahrli otasi Bahronboyning keskin va qattiq qarshiligiga, tahdidlariga qaramay, aynan shu qashshoq qizga uylanishini, yo'qsa butun merosdan voz kechishini qat'iy talab qilib turib oldi. O'g'lining bu o'jarligini va bu qizni ko'rib qolganini tushungan Bahronboy to'satdan hech kim kutmagan tarzda oxiri g'alati bir noilojlik bilan bu to'yga sovuq jilmayib rozi bo'lgandi. Va mana, bugun mamlakatning eng qimmatbaho, shohona restoranlaridan birida ularning ertaknamo, dabdabali to'yi bo'lib o'tmoqda edi. Ulkan zalning ichi Gollandiyadan ataylab keltirilgan qimmatbaho qizil atirgullarga, sof oltin suvi yugurtirilgan antiqa idishlarga va yuzlab billur qandillarning ko'zni qamashtiruvchi nuriga to'lgan edi. Malika egniga kiydirilgan, narxi 10 minglab dollarga baholanadigan haqiqiy olmoslar va duru gavharlar bilan bezatilgan oppoq, uzun kelinlik libosida, xuddi oq qordan yasalgan ertakdagi ma'yus malikaga o'xshardi. Lekin bu og'ir va qimmat libos uning elkasini go'yoki qabr toshdek ezib yuborayotgandek. Qizning chiroyli yuzida zarracha ham quvonch yoki xotirjam tabassum yo'q edi. Uning mushtipar onasi restoranning eng chekkasidagi, ko'zdan panaroq stolda, o'zining yagona qizi uchun qilingan bu katta davlatdan, bu shohona iltifotdan o'zini yo'qotib qo'ygan holda, hayrat va quvonch aralash tinmay ko'z yosh to'kib, duo qilib o'tirardi. Rustamjon esa dunyodagi eng baxtli erkak bo'lib sarmast edi. U har 5 daqiqada Malikaning muzdek qotib qolgan qo'llaridan o'zining issiq kaftlariga olib, uning quloqlariga mehr bilan pichirlardi. Bugundan boshlab sen hech qachon hech narsaga zoriqmaysan, Malikam. Men seni xafa qilishlariga aslo yo'l qo'ymayman. Seni dunyodagi eng baxtli ayol qilaman. Qiyinchiliklaring tugadi endi. Malika uning bu ishonchli so'zlariga qarab zorga, qaltirab jilmayishga urindi. Uning qaltirayotgan gilosdek lablari ochiq faryod qilib, unga nimadir dahshatli sirni aytmoqchi, ogohlantirmoqchi bo'lar. Lekin qo'rquvdan zaboni aylanmay gung bo'lib gapira olmasdi. Kelin kuyov tabaqasining ro'parasida, maxsus shohsupa stoli orqasida gerdayib, savlat to'kib o'tirgan qaynota. Mafiya sardori Bahronboyning qorachig'i toraygan ko'zlarida esa g'alati, o'ta sovuq va qonxo'rlarga xos jirkanch bir ifoda bor edi. U o'zining yangi tushgan keliniga, o'g'lining yori sifatida emas,
balki qachondir o'zi foydalangan. O'zi ezib sudragan qandaydir arzon va iskirt buyumga, o'lja hayvonga qaragandek istehzo bilan ayyorona qarab qo'yardi. Nikoh kechasi. Yechilgan oppoq libos va yalang'och qolgan qonli sir. Tungi soat 1:30 tunda hashamatli to'y o'z nihoyasiga yetdi. Rustamjon o'zining sovuqdan va qo'rquvdan qaltirab turgan kelinni shahar tashqarisida, kimsasiz tepalikda joylashgan. Ataylab maxsus faqat ular uchun qurilgan, atrofi baland devorli 3 qavatli shohona qasrga olib keldi. Katta, hamma joyi qizil va oq atirgullarga to'ldirilgan. Xushbo'y shamlar yondirilgan romantik yotoqxonada nihoyat faqat ikkisi. Yosh kelin kuyovlar yolg'iz qolishdi. Xona ichida faqat yurak urishini eshitish mumkin bo'lgan o'lik jimjitlik hukm surardi. Faqatgina burchakdagi katta kamin o'choq ichida yonayotgan quruq o'tinning pishqirib yonishi va chirsillashi bu sukunatni buzardi. Malika xonaning qoq o'rtasida, ustidagi og'ir, olmosli kelinlik libosida, xuddi jonsiz marmar haykaldek nafas ololmay qotib turardi. Uning nafasi hapriqib tezlashgan. Butun vujudi, nozik yelkalari xuddi qatl maydoniga, dordning tagiga olib kelingan mahkumdek dir-dir qaltirardi. Rustamjon egnidagi siqib turgan qimmatbaho kostyumini yechib stulga tashladi. Galstugini bo'shatib, yuzida tabassum bilan unga asta yaqinlashdi. U qizning qanchalik tahlika va qo'rquvda ekanligini ko'rib, uni tinchlantirmoqchi bo'ldi. Malika, jonim, farishtam, nega bunchalik qaltirayapsan, senga nima bo'lyapti? Rustamjon uning oppoq yuzini, muzdek yonoqlarini issiq kaftlari bilan ohista siladi. Meni qo'pollik qiladi deb qo'rqyapsanmi? Men senga hech qachon qattiq gapirmayman. Zarracha ham ozor bermayman, ishonaver. Axir men seni telbalarcha hammadan qizg'anib sevaman-ku, jonim. Malika ko'zlarini qattiq chirt yumib oldi. Uning yuzidan ikkita yirik, issiq va alamli ko'z yoshi tomchisi dumalab yigitning qo'liga tushdi. Rustam aka. Qizning ovozi shu qadar zo'rg'a xirillab chiqdiki, xuddi bo'g'ziga berib pichoq tirab turgandek edi. Iltimos, sizdan o'tinib so'rayman. Shu chiroqlarning hammasini o'chiring. Qop-qorong'u bo'lsin. Xona ko'rinmasin. Iltimos, mening tanamni ko'rmang. Yorug'da qarab aslo ko'rmang. Rustamjon bu kutilmagan talabdan biroz hayron bo'ldi. Lekin u buni uzoq qishloqdan, faqir oiladan chiqqan, tarbiyali va iboli qiz bo'lgani uchun ilk nikoh kechasida yechinishga qattiq uyalyapti, iymanyapti deb toza o'y bilan o'yladi. U xotirjam jilmayib, indamasdan borib xonadagi hamma katta va yorqin chiroqlarni o'chirdi. Yotoqxonada faqatgina burchakdagi kamin olovining qizg'ish, xira va vahimali nurigina o'ynab qoldi. Bo'ladimi shunday? Endi xotirjammisan, farishtam? Deb pichirladi yigit mehr bilan qizning ortiga ohista o'tib. Malika umidsizlik bilan ko'z yoshlarini yutib sekin bosh irg'adi. U o'zining qochib bo'lmas, qonli taqdiriga butunlay tan bergandek. Lablarini qonaguncha tishlab, ko'zlarini qattiq yumib oldi. Rustamjon qizning qimmatbaho, og'ir kelinlik libosining orqasidagi son-sanoqsiz mayda tugmalarini sekin-asta avaylab yecha boshladi. Libosning mahkam iplari va kordonlari bo'shatilib, og'ir va qalin mato qizning nozik, qaltirayotgan yelkalaridan sirg'alib, polga gup etib og'ir tushdi. Qizning silliq, oppoq yelkalari va kuraklari olovning xira nurida qizarib yiltirab ko'rindi. Rustamjon uning qaddini orqadan issiq bag'riga bosmoqchi bo'lib, yuzini sochlariga yaqinlashtirib, qizning ingichka belidan quchmoqchi bo'lganida, to'satdan uning ko'zlari qizning orqa tomonida, chap biqini va belidan tortib, to umurtqa pog'onasigacha cho'zilgan dahshatli, inson aqliga sig'maydigan mudhish manzaraga tushib qoldi. Yigitning uni quchmoqchi bo'lgan qo'llari havoda xuddi tok urgandek tosh qotib qoldi. Uning nafasi bo'g'ziga tiqilib, yuragi urishdan bir zum to'xtadi. Malikaning chap biqinida. Bu shunchaki yiqilishdan yoki baxtsiz hodisadan qolgan oddiy chandiq emasdi. Balki juda ham xunuk, katta operatsiya yo'li bilan, o'ta beshafqatlarcha chuqur kesilgan va qassoblarcha qalin iplar bilan qo'pol tikilgan dahshatli, qizg'ish ko'p chandiq. Chok izi yarasi bor edi. Bu shunday vahshiylarcha tikilgan chandiq ediki,
Uni faqatgina mutlaqo professional bo'lmagan iflos sharoitda, qandaydir kasalxonadan tashqari joyda insonning yirik a'zosini, buyragini shoshilinch va vahshiylarcha kesib o'g'irlab olishdagina shunday iz qoldirishlari mumkin edi. Terining chuqur ichiga botib ketgan xunuk choklar qizning nozik, farishtadek vujudini ayovsiz majachchoqlab, xarob qilib tashlagan edi. Ammo Rustamjonni tomirlarini muzlatib, shokka tushirgan narsa faqatgina bu qonli chandiq emasdi. Yo'q. Chandiqning xuddi tepasida, qizning chap kurak suyagiga yaqin joyda, qip-qizil qizdirilgan temir bosma bilan hayvonlarga bosilgandek ayovsiz kuydirib bosilgan qop-qora tatuirovkaga o'xshash dahshatli tamg'a. Kleymo yorqin o'yib yozilgan edi. Bu asriy tamg'ada qanotlarini yozgan qora lochin va uning qonli tirnoqlari orasida qisib turilgan tibbiy jarrohlik skalpeli tasvirlangan edi. Rustamjon bu mudhish tamg'ani ko'rib, tizzalaridan mador ketib, butunlay darmonsizlanib ketdi. U orqaga tisarilib, gandiraklab borib sovuq devorga suyandi. Uning qonli yuzi o'likdek sarg'ayib oqarib ketgandi. U kislorod yetishmagandek nafas ololmay, havo qamrab og'zini ochib qoldi. Bu shunchaki ko'chada chizilgan qandaydir jinoiy bezori tamg'a emasdi. Yo'q. Bu uning o'z otasi Bahronboyning eng yashirin yer ostidagi seyfida saqlanadigan xufiyona hujjatlarida va doim otasining barmog'idan yechilmaydigan og'ir tilla uzugida tasvirlangan uning shaxsiy, qonli gerbi edi. Otasining ulkan imperiyasi shunchaki halol dorixonalar va yorug' klinikalar tarmog'idan iborat emasligini Rustamjon bolaligidan ich-ichidan shubha qilardi. G'alati odamlar kelib ketishini ko'rardi. Lekin otasidan qo'rqib, bu ishlarning tagiga hech qachon chuqur kirmagandi. Lekin endi o'zining intiqlik bilan kutgan nikoh kechasida, o'zi dunyolarga alishmay telbalarcha sevgan, farishtadek pok deb bilgan 19 yoshli faqir qizning yarador tanasida, o'zining qotil otasining yashirin jinoiy sindikatining tamg'asini va noqonuniy a'zolar savdosidan, inson buyragi o'g'irlanishidan qolgan shafqatsiz xunuk chandiqni o'z ko'zi bilan ko'rib turardi. Malika. Rustamjonning ovozi o'ziga o'xshamay, xuddi qabrdan chiqayotgandek dahshatdan xirillab chiqdi. Bu sening murg'ak tanangdagi jarohat nima? Senga nima qilishgan o'zi? Bu la'nati lochin tamg'asi bu yerda. Sening vujudingda nima qilyapti? Tushuntir menga. Malika Rustamjonning orqa tarafidan kelayotgan dahshatga tushgan yig'lamsiragan ovozini eshitib, chaqmoq urgandek titrab qaqshab ketdi. U yalang'och qolgan, insoniy or-nomusi toptalgan dahshatli chandiqlarini qo'llari bilan yopishga, to'sishga urinib, karavotning burchagiga itdek qisildi va tizzalarini quchoqlab dod solib ho'ngrab yig'lab yubordi. Men sizga 1000 marta aytgandim. Yalingandim. Men bu to'yni umuman xohlamagandim. Men sizdek yigitga, bu shohona oilaga aslo munosib emasman, deb qichqirdi qiz yig'idan bo'g'ilib, ko'z yoshlariga g'arq bo'lib. Meni ular umrbod nogiron, majruh qilib tashlashgan. Men endigina 8 yoshimda, bolalik chog'imda ko'chadan o'g'irlab ketilganman. Ular meni itdek qiynab, tiriklayin mening chap buyragimni kesib olishgan. U qonxo'r qassoblar meni go'yoki o'zlariga tegishli moldek, chorvadek belgilab, shu olovli tamg'ani bosib qo'yishgan edi. Rustamjonning miyasida minglab yashin chaqmoqlar chaqilgandek, dunyosi ostin-ustun bo'ldi. Uning o'z otasi, unga qon bergan inson yosh bolalarning a'zolarini o'g'irlaydigan, ularni cho'chqadek so'yadigan qassobmi? Bahronboy uni o'ldirish yoki ko'chaga haydash o'rniga o'g'lining shu qashshoq, oddiy qizga uylanishiga oxir oqibat nima uchun jimgina, hech qanday janjalsiz rozi bo'ldi? Nahotki bu o'zining qilmishini, mudhish o'tmish qurbonini abadiy o'z qafasida, o'z qo'l ostida tutqunlikda saqlash va o'sha qonli sirni abadiy yopish uchun ataylab tuzilgan dahshatli o'yin, shafqatsiz rejamidir. Yigit behol devorga suyanib, og'riqdan yorilayotgan boshini ikki qo'li bilan ushladi. Uning hayotidagi eng shirin nikoh kechasi, oltin qafas ichidagi haqiqiy jannatdan, bir zumda mudhish va qonli sirlar fosh bo'lgan haqiqiy do'zaxga aylangan edi. Endi u bu qonli arosatda nima qiladi? O'z ota-onasidan, butun qon qarindoshidan, shon-shuhratidan kechib, bu bechora va xo'rlangan qizning intiqomini, qasosini oladimi?
yoki yigitlik g'ururini yeb qonga botgan otasining qonli imperiyasiga yaltoqlanib sherik bo'ladimi? Hashamatli, sokin va qorong'u yotoqxonada faqat Malikaning bo'g'iq, yurak bag'riga sig'mayotgan alamli yig'isi va o'choqdagi olovning asabiy pishqirishi eshitilardi. Rustamjon go'yoki ustidan qaynagan qatron suv to'kib yuborilgandek o'z joyida toshdek qotib qolgandi. Uning miyasida minglab javobsiz savollar bo'ron bo'lib o'ynar. Lekin ularning javobi shunchalik shafqatsiz va dahshatli ediki, buni inson bo'lib tan olishga, otasini qotil deb bilishga uning yuragi betlamasdi. U chuqur xo'rsinib o'zini qo'lga oldi. Titrayotgan qo'llari bilan divandagi o'zining issiq, qimmatbaho pidjagini oldida. Karavot burchagiga miltillab qisilib olgan, sovuq va qattiq qo'rquvdan qaltirayotgan Malikaning yalang'och, muzdek yelkalariga ohista avaylab yopdi. Keyin uning yoniga, polga sekin tushib tiz cho'kdi. Malika, farishtam, meni kechir. Men bularning birortasini bilmagandim, ishon menga. Rustamjonning ovozi kuchsizlanib, quruq pichirlashga aylanib ketgandi. U qizning ko'z yoshlaridan ho'l bo'lgan yuzini to'sib turgan to'zg'igan sochlarini sekin orqaga tarab qo'ydi. Uning ko'zlarida qizning chandiqlaridan hech qanday jirkanish emas, balki cheksiz insoniy shafqat va o'z otasi uchun uyat aralashgan chuqur azob bor edi. Menga yashirmay hammasini ochiq aytib ber. 8 yoshlik go'dakligingda aslida nima dahshat bo'lganini, bu la'nati qotillar tamg'asi sening poyingga qayerdan, qanday qilib kelganini bitta-bitta yig'lamay aytib ber. Men senga yigitlik so'zimni beraman. Bu devorlardan, bu xonadan sening siring va ko'z yoshing tashqariga dushmanlarga aslo chiqmaydi. Malika yigitning pidjagiga o'ranib, Rustamjonning yoshlangan va qizargan ko'zlariga dahshat va ishonchsizlik bilan uzoq qaradi. U qanchadan qancha yillar davomida bu qonli va og'ir sirni o'zining jonsiz tanasida, tirnalgan va jarohatli qalbida yolg'iz o'zi saqlab kelgandi. Nima o'zgarardi endi? Deb achchiq va alamli jilmaydi qiz ko'z yoshlarini qo'lining tersi bilan artib. Agar men sizga bor haqiqatni aytsam, qotilning o'g'li ekaningizni aytsam, siz baribir mendan, majruh xotiningizdan yuz o'girasiz. Yoki siringni ochding deb o'z otangiz bilan til biriktirib, meni telbalar jinnixonasiga umrbodga tiqishadi. Men sizlar kabi boylar uchun shunchaki xohlaganda ezib tashlaydigan oddiy bir o'yinchoqman xolos. Sizning qudratli va qonxo'r otangiz qasddan meni atayin aynan sizga uylantirganini, meni o'z qafasida asira qilishini nahotki tushunmayapsizmi, Rustam aka? Rustamjonning qoshlari chimirilib, yuzi g'azabdan qoraydi. Otam ataylab qilibdimi? Axir otam seni va sening oilangni qayerdan biladi? U bizning bu g'alati to'yimizga zo'rg'a men butun oilaviy biznesdan, merosdan voz kechaman deb unga qasam ichganimdan keyingina ne janjallar bilan rozi bo'lgandi-ku. Malika boshini yig'lab chayqadi. U chuqur azob bilan nafas olib, 11 yil oldingi qonli va mudhish o'tmish eshiklarini Rustam uchun lang ochdi. Men u uzoq paytda maktabda 3-sinfda o'qirdim. Bolalarcha xursand bo'lib maktabdan uyga qaytayotganimda, to'satdan yonimda qora rangli, davlat raqamlarsiz, oynalari qop-qora qoraytirilgan mikroavtobus shinalarini g'iyqillatib to'xtadi. Yuziga qora harbiy niqob taqqan noma'lum odamlar meni, yosh qizaloqni og'zimni latta bilan yopib, bo'g'ib mashinaga zo'rlik bilan tortib kirishdi. Hushsizlikdan uyg'onganimda atrofda o'tkir xlor va qon hidi sasib anqib turgan. Devorlari oq kafel bilan qoplangan sovuq, yashirin yer to'lada qafasda edim. U yerda, o'sha do'zaxda mendan boshqa yana bir nechta murg'ak bolalar va yoshgina yigitlar yig'lab, og'izlari bog'langan holda temir karavotlarga kishanlab qo'yilgandi. Rustamjonning nafasi yana bo'g'ziga tiqilib havoga zoriqdi. Bu uning o'z otasi Bahronboyning g'oyatda hurmatli xususiy klinikalaridan birining tagidagi yashirin qassobxona yer to'lasi bo'lishi mumkinligini tasavvur qilishning o'zi uning insoniy aqlini ozdira yozdi. Ular bizga umuman ovqat berishmasdi. Yig'lasak urishardi. Faqatgina qandaydir noma'lum ukollar, narkoz qilib bizni tinmay uxlatib qo'yishardi. deya yig'lab davom etdi Malika qaltirab. Bir kuni, mash'um kuni meni xalat kiygan, lekin ko'zlari qotilnikidek muzdek va sovuq bir oq sochli odamning oldiga sudrab olib kirishdi.
O'sha odam stolida qo'lida qandaydir qonli hujjatlarni ushlab o'tirardi. Uning qalin barmog'ida juda yirik, qora qimmatbaho uzuk bor edi. Uzukda aynan mening orqamga bosilgan qora lochin va qonli skalpel tasviri aniq tushirilgandi. U odam kelib mening qotib qolgan yuzimga diqqat bilan qarab, "Bu yosh qizning buyragi. Anavi xorijdan kelgan arab shayxining kasal qiziga 100% to'liq to'g'ri keladi. Buni bugunoq birinchilardan bo'lib jarrohlikka tayyorlanglar. Menga esdan chiqmasligi va yo'qolib qolmasligi uchun mol kabi orqasiga o'sha o'zimizning tamg'ani bosinglar", deb qat'iy buyruq berdi. Otam Rustamjon bu so'zlarni eshitmaslik uchun quloqlarini barmoqlari bilan berkitib olishni xohladi. Bahronboyning o'sha butun shaharga mashhur qora uzuki. Rustamjon yoshligida, bolaligida u uzuk bilan o'ynagan, hayratlangan. Otasi esa bu uzuk vizitkamiz. Bizning sulolamizning buyuk qudrati deb ko'krak kerib faxrlanardi. Og'ir operatsiyadan keyin men qornimdagi dahshatli va chidab bo'lmas og'riqdan uyg'ondim. U qassoblar mening murg'ak chap biqinimni ayovsiz kesib, a'zomni sug'urib tashlashgan ekan. Orqamga, nozik terimga esa qizdirilgan temir muhr bilan o'sha mudhish va kuydirguvchi tamg'ani bosishgandi. Men og'riq va qon yo'qotishdan hushimdan ketib olamni unutardim. Ular meni bu operatsiyaga dosh berolmay o'ldi deb o'ylab, shahar tashqarisidagi kimsasiz axlatxonaga, qora polietilen salafanga o'rab tiriklayin itdek tashlab ketishibdi. Meni u sassiq axlatxonadan tasodifan bir ko'cha iti iskab topib olgan. Uning tinmay xurishiga atrofda farrosh bo'lib ishlayotgan onam yetib kelgan va meni qon ichida o'lim yoqasidan qutqarib shifoxonaga sudrab qolgan ekan. Malikaning yurakni teshuvchi alamli yig'isi butun xonani, qasrni titratardi. Nega axir? Nega o'shanda darhol politsiyaga bormadingizlar? Nega davlatga aytmadingizlar? Deb chidab tura olmay chinqirib yubordi Rustamjon. O'zining dahshatdan qotgan va yovvoyilashgan ovozidan o'zi ham qo'rqib ketib. Nega o'shanda bu jinoyat haqida hech kimga og'iz ochmadingiz? Aytdik. 1000 marta aytdik. Onam yig'lab faryod qilib politsiyaga ariza yozib bordi. Malika alam va nafrat bilan qichqirdi. Lekin ularning, qonun posbonlarining hammasi sizning otangizga allaqachon sotilgan cho'ntagida edi. Politsiyaga yalinib borganimizning ertasigayoq. Kechasi yarim tunda xaroba uyimizga o'sha yuzi niqobli odamlar eshikni sindirib bostirib kirishdi. Ular yig'layotgan onamning tomog'iga o'tkir pichoq tirab, agar yana bir marta politsiyaga borib shu haqida g'ing deb og'iz ochsak, ikkalamizni ham tishmay tilka pora qilib kesib axlatga yuborishlarini aytishdi. Ular mening shifoxonadagi barcha tibbiy kartalarimni va politsiyadagi yozilgan arizalarni qandaydir yo'llar bilan yo'q qilib, kuydirib yuborishdi. Shundan keyin biz ota-bola bo'lmagan xonadonda o'lim qo'rquvi va qashshoqlikda doimiy tahdid ostida yashashga majbur bo'ldik. Onam bizni asrab qolish uchun o'sha sizning otangizning xususiy klinikalariga o'zini farroshlikka, eng og'ir ishga urdi. Toki u qotillarning doim ko'z ostida nazoratida ekanimizni, ularga qarshi chiqib hech qanday xavf tug'dirmasligimizni amalda isbotlash uchun itdek ishladik. Men butun yoshligimni, orzularimni bo'laklangan majruh tanam, mudhish og'riqlarim va shu qora jallodlar tamg'asining og'ir la'nati ostida qul bo'lib o'tkazdim. Va kutilmaganda Malika gapirishdan to'xtab Rustamjonga chuqur va ochiq nafrat aralash tikilib qaradi va zahar xanda qilib, kutilmaganda o'sha yovuz va qonli imperiyaning beg'am shahzodasi kasalxonada menga to'satdan oshiq bo'lib qoldi. Siz menga uylanmoqchi ekanligingizni otangizga tish tirnog'ingiz bilan aytganingizda, otangiz bu kelinning asli kimligini o'z odamlari orqali darhol surishtirib bilgan bo'lishi aniq. U mendagi bu chandiqni va o'z tamg'asini kim va nima uchun qoldirganini o'sha ondayoq eslagan va bilar edi. Rustamjonning chigallashgan miyasida asrning hamma qonli tugunlari yechila boshladi. Nima uchun? Bahronboy shunchalik qattiqqo'l, takabbur va kibrli odam bo'la turib, to'satdan jilmayib mayli, yolg'iz o'g'limning baxti mening obro'yimdan muhimroq deb bu tengsiz to'yga rozi bo'lgani unga endi yorug' kundek tushunarli bo'ldi. Bahronboy o'g'liga shunchaki qashshoq kelin olayotgani yo'q edi. Yo'q. U o'zining 11 yil oldingi qonli sirini guvohini, tasodifan tirik qolib ketgan eng katta jinoiy xatosini o'z ko'z ostiga, o'z uyiga o'lja qilib olib kelib,
uni abadiy, hech kim kirmaydigan oltin qafasga qamab, tilini kesib qo'ygandi. Chunki Malika rasman Bahromboyning qonuniy kelini bo'lsa, u va uning onasi qo'rqib hech qachon politsiyaga borolmaydi. Borsayam o'zi ham, onasi ham o'sha kechasiyoq izsiz o'lim topadi. Bu qashshoq va ojiz qiz. Jallod otasi uchun jinoyatini yashirishning eng mukammal, eng ishonchli jimjitlik kafolati edi. Yigit qaltirab tizzalab turgan joyidan asta, xuddi qariyadek o'rnidan turdi. Uning chiroyli yuzi atigi bir necha daqiqa ichida xuddi 10 yoshga qarib qolgandek. Sarg'ayib, sovuq va qat'iy inson tusiga kirdi. U endi o'sha hayotni ko'rmagan boy erkatoy, musiqachi Rustamjon emas. Balki insoniyat hayotining eng irkit, eng qonli haqiqati bilan yuzma-yuz kelgan alamzada erkak edi. Rustamjon yig'layotgan Malikaning yoniga yana keldi. U qizning muzdek yuzidagi issiq yoshlarini o'zining qaltiroq barmoqlari bilan ohista artdi. Seni bu yirtqichlardan asray olmagan bu adolatsiz dunyoga ming la'nat bo'lsin, Malika, deb pichirladi u qizning sovuq peshonasidan hurmat bilan o'pib. Mening o'z otam. Qonim mening beg'ubor hayotimni senga baxt va quvonch berish uchun emas. O'zining chirkin qotilliklarini yashirish uchun mendan iflos bir qurol sifatida ishlatdi. Lekin u o'z kibriga berilib bitta narsada juda katta xato qildi. Malika hayron bo'lib ko'zlarini ochib yigitning yuziga qaradi. U sening oldingda men bu qonli o'yinlarni, haqiqatni hech qachon ko'rmaydi, bilmaydi deb o'yladi. U ahmoq mening bu uydagi, bu qasrdagi unga qarshi eng katta va dahshatli dushmanga, qasoskorga aylanishimni hisobga olmadi. Rustamjon qizni bag'riga bosdi. Malika yillar davomida birinchi marta umrida ilk bor kimningdir yuragida, qalbida u uchun chinakam insoniy himoya va issiq mehr his qilib, o'ksib uning yelkasiga bosh qo'ydi. Men albatta ulardan qasos olaman, Malika, qoniga qon olaman. Sening yoshligingda to'kilgan har bir tomchi ko'z yoshing, beshafqat kesilgan majruh tanang uchun ularning butun qonli imperiyasini ildizi bilan qo'porib yo'q qilaman. Ammo buning amalga oshishi uchun menga faqat sening sabring va yordaming kerak. Otam ertadan boshlab bizning juda baxtli va hayotdan rozi, hech narsadan bexabar sodda kelin kuyov ekanimizga ishonishi shart. Bugundan, shu daqiqadan boshlab biz uning vahshiy ko'z o'ngida dunyodagi eng zo'r, mukammal spektaklni o'ynaymiz. Tayyormisan? Shu hayajonli paytda hashamatli yotoqxonaning og'ir eman yog'ochidan yasalgan eshigi tashqaridan qattiq taqilladi. Tungi soat tungi 3:00 ni ko'rsatayotgan edi. Eshik ortidan otasi Bahromboyning qalin, bo'g'iq va tahdidli ovozi eshitildi. Rustamjon o'g'lim, hali yoshlar uxlamadingizmi a? Men yosh kelin kuyovlarni tabriklash va qutlash uchun maxsus keldim. Eshikni och, qani. Xona ichi bir lahzada dahshatli, nafasni bo'g'uvchi o'lik sukunatga, muzlikka cho'mdi. Qotil o'zining g'arib kelinning tanasidagi, umurtqasidagi o'zining qonli tamg'asini asrab-avaylab qolinganiga, sir fosh bo'lmaganiga o'z ko'zi bilan ishonch hosil qilish uchun tunda ataylab bostirib kelgan edi. Yotoqxona og'ir eshigi ortidan Bahromboyning sovuq, amirkor va shubha to'la ovozi eshitilishi bilan xona ichidagi havo xuddi minus darajaga tushib muzlab qolgandek bo'ldi. Malika o'rtoq kiyiksifat Rustamjonning keng orqasiga yashirinib o'lim dahshatidan qaltirardi. Uning yoshli ko'z o'ngida yana 11 yil oldingi o'sha sovuq kafel qoplangan yer to'la. Qassobning yaltiroq sovuq skalpeli va terisini jizillatib kuydirgan qizdirilgan temir muhr qayta gavdalanib ketdi. O'zining hayotini qoraytirgan jallodi, butun yoshligini va hayotini barbod qilgan shafqatsiz qassob hozirgina uning eng xavfsiz bo'lishi kerak bo'lgan yotoqxonasi eshigini tortinmay taqillatib turardi. Rustamjon bu tahlikani ko'rib darhol tezkor harakatga tushdi. U yashin tezligida divandagi o'zining oq qalin, shohona ipak xalatini oldida, karavot oldida yalang'och qaltirab turgan Malikaning titrayotgan, ko'karib ketgan yelkasiga qattiq yopdi. Malika, jonim, o'zingni bos, qara menga, deb pichirladi yigit qizning sarg'aygan yuzidan har ikki qo'li bilan mahkam tutib. Uning ko'zlarida qandaydir yovvoyi, kuchli va qat'iy ishonch chaqnardi. Unga o'tmishing haqida hech narsani zarracha ham bildirma. Darhol ko'z yoshlaringni yeng bilan art. U o'z yovuzligidan rohatlanib, sening qaltirab qo'rqayotganingni ko'rib qoniqish olishi kerak emas. Biz dunyodagi eng baxtli oiladek ko'rinishimiz shart. Sen qo'rqma, mening orqamdasan.
Men seni har qanday xavfdan asrayman. Malika qattiq yutinib, zo'rg'a itoatkorona bosh irg'adi. U oq ipak xalatiga mahkam o'ranib, orqasidagi qonli, dahshatli chandiqlarni batamom yashirdi va chuqur qaltiroq nafas oldi. Rustamjon qasddan sochini biroz to'zg'itib, o'zini xuddi xotini bilan bo'lgan eng shirin ehtirosli lahzalari ota tomonidan buzilgan, norozi va betoqat erkatoy kuyovdek tutib asabiylashgan holda borib qulflangan eshikni ochdi. Dada. Rustamjon qattiq hayron qolgandek va biroz jahli chiqqandek qoshlarini chimirdi. Yarim tunda tinchlikmi, nima bo'ldi axir? Nahotki xabaringizni ertalabgacha biz uyg'ongunimizcha kutolmadik. Biz endigina. Eshik ostonasida qorni qappaygan Bahromboy tog'dek savlat to'kib turardi. Uning semiz egnida qimmatbaho qora baxmal xalat, qalin yungli qo'lida esa qizil baxmal quti bor edi. U yosh o'g'lining asabiy noroziligiga, gaplariga zarracha e'tibor ham bermay, o'zini mutlaq sovuqqon tutib, bezbetlarcha xona ichiga qo'pol qadam bosdi. Bahromboyning yirtqichlarga xos, teshik o'tkir ko'zlari butun xonani bir soniyada radar kabi skaner qilib chiqdi. Va nigohlari to'g'ri kamin yonida qo'rquvdan boshini egib, qaltirab turgan xalati ichidagi Malikaga borib qadaldi. Men sizlarga uzoq xalaqit berish, yoshlarning vaqtini olish niyatim yo'q, o'g'lim, dedi Bahromboy zaharxanda, istehzoli tabassum bilan. U ohista, ammo og'ir qadam tashlab qo'rquvdagi Malikaga qarab yaqinlasha boshladi. Shunchaki yosh va go'zal kelinimizga atalgan maxsus tillo to'y sovg'amni aynan shu ilk tunda o'z qonli qo'llarim bilan taqdim etishni, marosimni o'tkazishni ma'qul ko'rdim. Bizning qadimgi sulolamizga qadam qo'ygan har qanday ayol endi umrining oxirigacha abadiy bizning pishiq himoyamizda, qafasimizda bo'lishini o'z bo'ynida his qilish kerak. Malika yiqilib tushmaslik, qaltiramaslik uchun pishiq lablarini qon oqquncha qattiq tishlardi. Bahromboy uning ro'parasida nafasini ufurib to'xtadi. U qo'lidagi baxmal qutini shiq etib ochdi. Quti ichida qalin, bilakdek keladigan va juda og'ir, qimmatbaho, yirik olmoslardan yasalgan ko'zni qamashtiruvchi bo'yinbog', kolye tilladek yaltirab turardi. Lekin bu og'ir bo'yinbog' qandaydir ayollik go'zalligi timsoli emas, balki yirtqich asirlarga, xonaki itlarga taqiladigan qimmatbaho yaltiroq qul bo'yinbog'ini, oshinikni eslatardi. Boshini yuqoriga ko'tar, qizim, deb buyruq berdi Bahromboy past, ammo e'tiroz bildirmaydigan qattiq ovozda. Malika butun vujudi titrab, sekin ko'z yoshsiz boshini ko'tardi. Bahromboy uning jonsarak ko'zlaridagi uzoq yillik qo'rquvni ko'rib, ich-ichida o'z ishi va qudratidan shafqatsizlarcha mag'rurlandi. U qizning kechagi qora o'tmishini, chanqoq ko'zlarini juda yaxshi bilardi. Uning oltin qafasda endi hech qayerga ucha olmaydigan, jimgina sayraydigan qanoti singan qushcha bo'ysunib o'tirgandi. Bahromboy og'ir olmos bo'yinbog'ni Malikaning ingichka bo'yniga zanjirdek taqdi. Uning sovuq, yungli va qalin barmoqlari qizning issiq bo'yniga tekkanda Malika go'yo tok urgandek dahshatdan seskanib ketdi. Bu qimmat bo'yinbog'ni uxlasang ham, cho'milsang ham hech qachon yechma, Malika. Bu qimmat toshlar sening bu aziz uyga, menga bo'lgan cheksiz sadoqatingning ajralmas belgisidir. Bahromboy ataylab qizning qulog'iga shivirladi. Sening eski qashshoq o'tmishing endi butunlay yo'q. Kelajaging va hayoting esa faqat va faqat mana shu 4 devor, baland qasr ichida yashaydi. Mening yagona o'g'limni hammadan ham ko'p baxtli qil. Agar erta indin uning kulib turgan yuzida bitta xafa g'am ko'rsam yoki nolisang, bilib qo'yginki qizim, bizning o'tmishdagi jinoiy xatolarimizni, guvohlarni tezgina to'g'rilaydigan o'zimizning rad etib bo'lmas usullarimiz bor. Bu aytilgan so'zlar to'g'ridan to'g'ri yuziga aytilgan ayovsiz o'lim tahdidi edi. Malikaning tizzalari va oyoqlaridan butunlay mador ketdi, u yerga yiqilay dedi. Lekin ayni shu payt Rustamjon chaqqonlik bilan kelib qizning ingichka belidan ohista, ammo juda mahkam quchoqlab ushlab qoldi va uni himoya qilib o'zining bag'riga tortdi. Rahmat, dada. Bu rostdan ham juda ajoyib va nodir sovg'a, dedi Rustamjon yuzida o'zini baxtli ko'rsatib, jozibali tabassum yasab. U o'zining bu baxtiyor yigit rolini shu qadar ishonarli va qoyilmaqom o'ynardiki, ichidagi olovli g'azabini, nafratini dushmandan butunlay usta aktyor kabi yashira olgandi. Men uni, Malikaning o'zini ko'zimning qorachig'idek har qanday dushmandan asrayman.
Endi bizni nihoyat yolg'iz qoldirsangiz degandim. Bizning yoshlarga xos o'z shaxsiy, sirli rejalarimiz bor. Bahronboy o'g'lining bu beparvo va o'ziga bo'lgan sodda ishonchini ko'rib, mamnun va xotirjam holda bosh irg'adi. U o'zining yillab yashirgan qonli va jinoiy siri o'ta xavfsiz joyda, o'z qafasida ekanligiga to'liq ishonch hosil qilib jimgina xonadan viqor bilan chiqib ketdi. Og'ir eman eshik ortidan taq etib yopildi va qulflandi. Eshik qulflanishi bilanoq qahramonlik g'ururi tushib ketgan malika Rustamjonning poyiga polga qulab tushdi. U asabiy zo'riqishdan nafas ololmay, bo'ynidagi zanjirdek og'ir olmos zanjirni qon qilib yulqib tashlashga urinar. Go'yoki bu sovuq yaltiroq toshlar uni dor kabi bo'g'ib, jonini olayotgandek yig'lab xirillardi. Rustamjon darhol yugurib kelib, qizning tirnalgan bo'ynidan zanjirni asaylab yechib oldi va uni g'azab bilan kamin tomon qattiq uloqtirib yubordi. Qimmatbaho olmos toshlar beton devorga urilib, yerga sochilib ketdi. Bo'ldi, jonim. U iflos ketdi. Hammasi o'tib ketdi, ortda qoldi. Rustamjon yig'layotgan malikani issiq bag'riga qattiq bosib, uning qora sochlaridan ota kabi siladi. Biz bu o'yinda yutdik, malika. U bizning uning kirdikorlaridan hech narsadan xabarimiz yo'q deb ishondi, aldanib o'yladi. U g'ofil dushman aslida o'zining o'limini eng ashaddiy o'z qotilini qonli qo'li bilan o'z uyiga kiritib olganini haliyam bilmayapti. O'sha mash'um tunda Rustamjon umuman bir soniya ham uxlamadi. U yig'idan charchagan malikani tinchlantirib, dori berib uxlatgach, tong otguncha kamin oldida yonayotgan olovga qarab o'ylanib o'tirdi. Uning yaralangan yuragida avvalgi qayg'usiz, baxtli hayotidan zarracha asar ham qolmagandi. Kechagina otasi uning ko'z o'ngida halollik, boylik, katta hurmat va qonun ramzi edi. Endi esa u dahshatli va shafqatsiz jallod, millionlab noqonuniy pullar aylanadigan qonxo'r sindikatning qotil rahbariga aylanib qolgandi. Lekin qanday qilib ochiq-oydin ishlaydigan oddiy dorixonalar va namunali klinikalar tarmog'i ortida bunday yashirin, xalqaro a'zolar savdosi, qonli mafiya uyushmasi tinchgina faoliyat ko'rsatishi mumkin? Rustamjon miyasini yorib, otasining imperiyasini qanday qilib ichkaridan yemirib, portlatishni hisob-kitob qilib o'ylay boshladi. Uning qulog'i ostida esa hamon malikaning dahshatli e'tirofi qo'ng'iroqdek jaranglardi. Qora lochin va sovuq skalpel. Ertasi kuni tong otar. Shaytonning iniga jasoratli qadam. Ertalab Rustamjon sipo qora kostyum shim kiyib uxlayotgan malikaning yoniga keldi. Qiz endigina qo'rqib cho'chib uyg'ongan. Uning qizarib ketgan ko'zlarida hamon tunda orttirilgan qo'rquv bor edi. Men bugun tayyorgarlik ko'rib, otamning shahar markazidagi bosh ofisiga boraman, dedi Rustamjon uning sovuq qo'lidan tutib. Agar biz bu qotillar uyida shubha uyg'otmaslikni va tirik qolishni istasak, men uning kuta-kuta o'stirgan, biznesga qiziqadigan sevimli o'g'li bo'lishim kerak. Sen esa uydagi ayg'oqchi xizmatkorlarga nisbatan o'zingni xuddi kibrli boylarning mag'rur xonimidek dadil tutishing qat'iy shart. Ular otamning pullangan ko'zlari va quloqlari. Hech qachon ular oldida aslo yig'lama. Xona eshigini ichkaridan mahkam qulflab ol, hech kimga ochma. Men kechqurun tezda qaytaman. Rustamjon Bahronboyning shahardagi eng yirik markaziy binosiga, uning faqat shisha va qimmatbaho po'latdan qurilgan bosh ofisiga viqor bilan kirib keldi. Odatda faqat kompyuter o'yini, qimmatbaho mashinalar, kulgi va san'at bilan yengil-yelpi shug'ullanadigan xo'jayin o'g'lini bunday g'alati, o'ta jiddiy va sovuqqon qiyofada ko'rgan ofis xodimlari hayratdan qotib, og'izlari ochilib qolishdi. Rustamjon to'g'ri hech kimdan ruxsat so'ramay otasining prezidentlik xonasiga bostirib kirdi. Bahronboy o'zining yirik qora charm kreslosida qandaydir chet ellik xorijiy arab hamkorlar bilan ingliz tilida telefonda jiddiy so'zlashib o'tirardi. Eshikdan shaxt bilan kirib kelgan o'g'lini ko'rib, u yuzini burishtirib telefonni tez qo'ydi. Rustamjon, axir to'yning ertasigayoq senga dam olishning o'rniga bu iflos ofisda nima bor, nima qilyapsan bu yerda? Sening joying hozir shu ayni damda yosh va go'zal kelinchakingning issiq yonida emasmi? Bahronboy ayyorona ma'noli kulib qo'ydi. Rustamjon e'tiroz bildirmay uning ro'parasidagi o'rindiqqa stulga o'tirdi. U o'z nigohini qat'iy va sovuqqon tutdi. Otasining o'ng barmog'idagi o'sha mudhish, qotillik ramzi bo'lgan qora lochin uzugiga bir soniya jahl bilan qarab qo'ydi-da.
Ko'zlarini yana xotirjamlik bilan yuqoriga ko'tardi. Dada, siz tuni bilan haqsiz, dedi Rustamjon sovuqqonlik bilan, yuzida zarracha kulgi sezilmay. Men kechadan beri endi rasman oilali odamman. Yosh bolalarcha pulingizni sovurib bekorchi yashashni butunlay bas qilib, qonli, ya'ni oilaviy imperiyamizni boshqarishni noldan o'rganish vaqti soati yetib keldi. Men shu bugunoq sizning boshqaruv direktorlar kengashingizga, Sovet direktorov tarkibiga qo'shilmoqchiman. Klinikalarning barcha maxfiy ta'minot hujjatlari va yashirin ofis arxivlariga kirish huquqini, ruxsatini dostub menga rasman bermog'ingizni so'rayman. Bizning yirik ishimiz faqatgina arzimas dori sotish emasligini men allaqachon sezganman. Va men sizning katta yordamchingiz bo'lib, sizga elkadosh yordam bermoqchiman. Bahromboyning qalin qoshlari hayratdan tepaga ko'tarildi. Uning qarigan ko'zlarida bir zum hayrat va ayni paytda xatarli shubha uchquni chaqnadi. O'zining doim yumshoq fe'l, onasiga o'xshagan bo'shbayev, san'atsevar o'g'liga bir kechada nima balo bo'ldi-yu? Shunday sovuq, ko'zlarida qat'iyat porlagan va hisob-kitobli jiddiy insonga aylanib qoldi. Sen xom sut emgan bola. Mening xavfli ishlarimga aralashmoqchimisan? Men bu devorlar ortida aslida qanday ishlar qilishimni, qancha qon to'kilishini sen hatto uxlab tasavvur ham qila olmaysan, o'g'lim, dedi Bahromboy stulidan turib asabiylashib uning yuziga chuqur tikilib. Bularning bari jinoyatlar. Siz o'z joningizni tikib aynan men uchun, mening porloq kelajagim uchun qurayotgan ulkan imperiya ekanligini endi tushundim. Vaqt va o'lim yomg'iri kelib, bularning barcha mas'uliyati aynan menga qoladi. Shunday ekan, men tirikmanmi, bu o'yiningizning barcha qora va oq qoidalarini bugundan bilishim qonunan shart. Dada. Rustamjon ham zarracha ortga chekinmay bo'sh kelmadi. Ota-bola o'rtasida havo siqilib, sovuq va qattiq erkaklarcha ko'z urishtirish bo'lib o'tdi. Bahromboy mo'ylovi ostidan miyig'ida jilmaydi. U necha yillardan beri o'g'lidagi bu uxlab yotgan qonxo'r yirtqichlikni, bo'rilikni uyg'onishini anchadan beri kutgandi. U endi o'zining yashirin mudhish kirdikorlari haqida asta-sekin, bosqichma-bosqich o'g'liga ishonsa ham bo'lishi mumkinligini o'ylay boshladi. Ammo Rustamjon mutlaqo bilmasdiki, otasining asosiy gumashtasi va eng qonxo'r o'ng qo'l yordamchisi, qora tibbiy operatsiyalar rahbari ayni paytda xonada yashirin shkaf eshik ortida ularning bu jiddiy suhbatini poylab tinglab turardi. Va u xufiya Rustamjonning bu bir kunda keskin o'zgarishidan, so'zlaridan qattiq xavfsirab shubhalangan edi. Jahannam darvozalari endi shahar uzra to'liq ochilgan edi. Rustamjon maqsadi sari otasining xonasidan chiqib ketgach, Bahromboyning ulkan va shohona ofisidagi o'lik jimjitlik uzoqqa cho'zilmadi. Xonaning to'rida